Endi bu yerda bilasizmi, qaysi davrlarni bizga hikoya qiladi. 7, 8, 10 ming yil narida yashagan, tarixda yashagan momolarimiz, bobolarimizni hayoti haqida hikoya qiladigan muzey qo'riqxona bu. Mana biz bugun Navoiy davlat korxonasi bilan Yoshlar ittifoqi hamkorligida Sarmishsoy ochiq osmon ostidagi muzeyiga tashrif buyurdik va bu yerda nafaqat tarix bilan tanishdik, balki eko aksiyasida ham ishtirok etib, tabiatning tozaligiga, ekologiyamizning rivojlanishiga o'zimizni kichkinagina bo'lsa ham hissamizni qo'shib va tarixiy obidalar bilan tanishgan holda o'zimizni 10 ming, 8 ming yillik oldingi tarix bilan yuzma-yuz bo'lib, o'zimizni o'sha tarixdagiday bir his qilib, o'zimizni tarixning bir bo'lagi sifatida ota-bobolarimizni, shu yerda yashab o'tgan ota-bobolarimizning sivilizatsiyaga qo'shgan hissalarini bilan tanishib va bundan tabiiyki shaxsan o'zim faxrlandim. Bu tashrifda juda ham katta emotsiyalar bilan qaytmoqda biza.